atigi 200 ming evaziga 50 tadan oshiq Pro dasturlarni 1 yillik obunasini sotib olsanglar bo'ladi deganimdan keyin juda ko'pchilik savol berdi. Qanaqa rostdanmi? Ishonchlimi? Rostdan shunaqa arzonmi deb qisqa javob beraman. Mana bitta akkauntga 20 ta odam ulanmaydi. Bitta sertifikat bitta odamga beriladi. Tabiiyki qotishlar ham bo'lmaydi. Maza qilib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bitta odam uchun bitta sertifikat. Sertifikat olganinglardan keyin masalan Telegram kanal tashib beraman. O'sha kanalda xohlagan dasturinglarni skachat qilib bemalol 1 yil davomida ishlatsanglar bo'ladi. Asosan montajyor, grafik dizayner va stories makerlar umuman olganda Instagramdan foydalanadigan hamma uchun kerakli dastur joylashtirilgan. Hattoki YouTube Plus, Instagram, IG formatlari ham joylashtirilgan. Hattoki Caption'ni Pro Max versiyasidan ham foydalanishingiz mumkin. Bilasizlar, Caption faqat subtitr yozadi deb o'ylaydi ko'pchilik, lekin uni 3 ta tarifi bor. Basic Pro, Pro Max tariflari bor. Pro Max tarifini yillik obunasi $630 chunki bu oddiy oзвучкаga sun'iy intellekt orqali montaj qildirsanglar bo'ladi. Gapingizga moslab, переход, zvukoviy effekt, rasmlar topib, o'zi montaj qilib beradi. Bu yuzini ko'rsatmasdan blogga boradiganlarga, montaj qilishni umuman bilmaydiganlar uchun juda ham zo'r imkoniyat. Agar sizlarga ham shunaqa Pro dasturlarni yillik obunasi kerak bo'ladigan bo'lsa, menga shaxsiy xabardan yozsanglar, men sizlarga tezda ulab beraman, maza qilib ishlatasizlar.